95 dollarga so'mda aytadigan bo'lsak 1 million 155 ming so'mga 4 talik naborimizni bitta ko'rsatmoqchiman. Batareykalariga e'tibor beringlar, idealniy mazami. 95 dollarga perforatorni qaranglar. Как Milwaukee bo'lyapti. Ko'rmasanglar bo'lmaydi buni. Ixcham, yengil, buni bitta ishlashini ham ko'ringlar. Mana. Takto, ixcham patologda ham qo'linglar og'rib qolmaydi, og'ir emas. Endi bu yerda 4 ta batareyka, 4 ta instrument, mana bolgarkani bitta ko'ringlar. Voy, mana buni baklab ketdi. Tabarruk regulirovkalarni ko'ryapsizlarmi? Cho'tki. Olasizlar, har bitta batareykaga garantiyasi 1 oydan beramiz mana. Gakaviort, buni vintaviortdan qo'shib ishlasangiz bo'ladi. Shurpayortiga alohida e'tibor bering. Eng qizig'i, hamma batareyka apparatga tushib ketaveradi. Xohlagan bitta batareykani o'zi ham bir-biriga tushib ketaveradi. To'rtta instrumentga bitta batareykani setkazgan bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Perforator funksiyasi bor, metal patron, temir 5 o'tishli shurpayort bo'ladi. O'zi 120 dollardan kam sotilmagan, hozirgi paytda 95 dollar, ya'ni 1 million 155 ming olib ketishingiz mumkin. Eski narxi so'mda 1 million 460 ming atrofida edi. Atrofida emas, 1 million 460 ming edi. Bor yo'g'i 100 ta dona bor. Obunani bosib qo'ying, like bosib qo'ying. Menimcha video zo'r bo'ldi. Narx ham zo'r.